Asrlar davomida yonma-yon yashab kelgan o'zbek va tojik xalqlarini nafaqat qo'shnichilik, balki mushtarak tarix, til va qadriyatlar birlashtirib keladi. Bugun esa bu yaqinlikni yangi avlod yoshlari davom ettirmoqda. Shu bois biz bugun Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida tahsil olayotgan tojikistonlik talabalar bilan suhbatlashib, ularning O'zbekiston haqidagi taassurotlari, talabalik hayoti va ikki xalq o'rtasidagi yaqinlik haqida fikrlarni bilishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Sizlarni studiyamizda ko'rib turishdan juda ham mamnunmiz. Keling, dastavval o'zingiz haqingizda qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Men Qobilov Muhammad Rafiq Ravshanjonov, shu Tojikistondan kelganman. Men Tursunoda shahrida turaman. Men millatim tojik. Tojikistondan kelganmiz, shu Toshkent shahriga o'qigani, ta'lim olgani. Tamam. من فایزوف محمد علی رحمت اللهویچ از شهر دوشنبه میباشم. ملتم تاجیک. من ازبکستاندا در دانشگاه اقتصادی جهانی و دیپلماتیا دانش میگیرم. Keling, xuddi shu masalaga to'xtalib o'taylik-da. Aynan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga topshirishinglarga, shu qarorga kelishinglarga nima turtki bo'lgan? Men 8-sinfdan beri tarix faniga qiziqar edim. Tojikistonga necha martalab joylar o'rganman. Olimpiadalarga qatnashib, yaxshi joylarni olganman. Respublika Tojikiston bo'yicha, shahar bo'yicha, viloyatlar bo'yicha. Keyin shundan kelib chiqib, men xalqaro munosabatlarga qiziqishim kuchaydi rosa. Tarixni bilgandan keyin hamma odam xalqaro munosabatlarga qiziqishi ancha kuchayadi. Keyin shunga kuchaygandan so'ng men shu uzoq davlatdan emas, shu o'zimizga yaqinroq, Tojikistonga yaqinroq davlatdan universitet qidira boshladim. Tojikistondan qidirdim, boshqa davlatlardan. Keyin ichidan eng yoqib chiqqani menga shu Jahon iqtisodiyot diplomatiya universiteti, Toshkent shahridagi universitet menga juda ma'qul keldi. Keyin aprel oyiga keldim va ko'rdim talabalar turar joyini, hamma kabinetlarni, hamma sinflarni ko'rib chiqib, menga juda ma'qul keldi. Keyin men avgust oyida kelib ekzamen topshirib, suhbat orqali donishgohga, bu universitetga qabul qilindim. برای انتخاب دانشگاه پدرم سبب شدند. با من مصلحت دادند و من خیلی بسیار دانشگاه دیگر دولت ها را دیده برآمدم و برای من شخصا برای من همین دانشگاه ازبکستان اقتصادی جهانی و دیپلماتیا با من خیلی پسند آمده. من همین رو انتخاب کردم و آمده به اینجا آمده صحبت با معلمان گذاشتیم و ما رو قبول کردند. خیلی پسندم. Tabiiyki, o'zbek va tojik tillari bir-biriga juda ham yaqin, o'xshash so'zlari juda ham ko'p, lekin baribir qaysidir holatda birinchi marta O'zbekistonga kirib kelgan paytinglarda quloq o'rganmagan o'zbekcha so'zlar, har doim hamma joyda o'zbekcha, qanaqa qiziq jihatlar paydo bo'ldi sizlarda? O'zbek tilidagi qanaqadir iboralar kulgili bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin masalan. Menda birinchi marta o'zbekcha so'zlarni tushunmagan vaqtim bu birinchi semestr vaqti. O'tgan kunlar kitobi Abdulla Qodiriyning kitobi bor ekan, shu kitobni bizga o'qishga berishdi. Keyin u kitobdan bizdan keyin imtihon olishadi. Biz unga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Men kitobni ochib o'qigan vaqtim har kun bir sahifa, bir varaqda har kun umuman marta o'qisam tushuna olmadim-da. Juda adabiy tilda yozilgan ekan, tushunishi qiyin tilda yozilgan ekan. Shunda men kamina qiynalgan joyim shu vaqt bo'lganda, lekin bunday qolgan ko'p so'zlar tojikcha, o'zbekcha bir-biriga o'xshaydi, chunki bu necha yil tarixdan beri bir joyda yashab kelamiz. Bordi keldi ko'p. Chunki ham tarixda boshqa bobolarimizga qarasak, Amir Temurmi, Ismoil Somoniymi, boshqa buyuk bobolarimizga qarasak, o'zbek tili avvaldan va tojik tili avvaldan bir-biri bilan do'st bo'lib kelishgan. Demak, qaysidir ma'noda aytish mumkinki, o'tgan kunlar sizga o'zbek tilini darvozasini ochib berdi. O'tgan kunlar, chunki uni o'qib qiynaluvdik-da rosa, chunki tushunish qiyin bo'ladi rosa. زبان‌های ما خیلی کلمه‌های یک خیلی دارند. فکر میکنم از سببی که از سبب تاریخی برای که از وقتش تاجیکستان، ازبکستان، تاجیک‌ها و ازبک‌ها در یک سرزمین ما زندگی و
фаъолият мекардем. Аз вақташ ҳам тоҷик, ҳам узбек як фарҳанг доранд, як таърих доранд, расму оини якхела дорем. Аз ҳамин ҳисоб хиёл мекунам, ки яхе калимаҳои мо якхелаанд. O'zbekistonda ta'lim sifati haqida qanaqa fikrdasizlar? Masalan, bu stipendiya bo'lishi mumkin, turar joy bo'lishi mumkin yoki boshqa o'zinglarga bog'liq bo'lgan masalalarda qanchalik imkoniyatlar yaratib berilgan? O'zbekistonda ta'lim sifatini aytsak, juda yuqori darajada baholaymiz, chunki hozirda ko'p sentrlar, yangi ochilgan markazlar, ingliz tili yoki boshqa matematika, fizika bunaqa markazlar juda ko'p ekan. Yoki Toshkentda shundaymi? Men faqat Toshkentda bo'lganman. Bunaqa markazlar rosa ko'p ekan. Keyin universitetlarga kelsak, universitetlarda ham dars sifati oliy darajada. O'zimni o'qiyotgan universitetimdan kelib chiqsam, juda yuqori, 10 dan 10 baholayman o'qish sifatini, chunki har bitta imtihonlar, har bitta darslar hammasi o'z vaqtida bo'lib o'tadi. O'zbekiston барои студентҳои худ хело ҳам шароитҳои зур ташкил мекунад. Масалан, дар бораи льготаҳо, стипендиҳо ва ҳар хел дигар чизҳо, ки студентҳо фақат фикри хонданда, дигар фикри на пул, на дигар чизҳо намекунанд, фақат фикри хондан. O'zbek va tojik an'analarini solishtirsangiz, qanaqa qiziq jihatlarga guvoh bo'ldingiz yoki o'xshashliklar bo'lishi mumkin? Masalan, to'ylarda, marosimlarda, masalan, kursdoshinglar bilan birga qanaqadir bayramlarni nishonlayotgan paytinglarda, aynan shu tarzda biz ham nishonlaymiz Tojikistonda yoki bizdan qaysidir jihatlari farq qilar ekan degan jihatlar bo'ldimi? Biz yana shu universitetimizga qaytamiz. Universitetimizda shu yilning boshida bizga davlatlarni bo'lib berishdi va ularni an'analarini, milliy an'analarini biz va milliy taomlarni ko'rsatib berishimiz kerak edi. Keyin bizga Tojikiston tushib qoldi, mening guruhimga, o'zim davlatim. Keyin biz endi qidirdik milliy an'analarimizni, taomlarimizni. Men keyin o'zimni guruhim bilan qilaman desak, men aytgan hamma narsa sizlarda ham bor ekan. Bizning milliy an'ana, milliy taomlar, milliycha narsalarimiz sizlarda ham shu narsa bor ekan. Milliy misol to'y haqida yoki raqslar haqida, ko'p narsalar, taomlar haqida misol hamma narsa bizda bor narsa sizlarda ham bor ekan. Milliy va an'ana narsalarimiz milliy narsalarimiz bir-biriga juda o'xshash ekan, to'g'ri kelar ekan. Ман фикр мекунам, ки расму оину фарҳанги узбеку тоҷик якхеланд. Чӣ тӯй, чӣ қабули ягон меҳмон, тоҷик узбек як намуд қабул мекунанд меҳмонро. Чӣ хеле тоҷикҳо мегӯянд тортори сар. Ва давлати худамонро, яъне Тоҷикистонро дар наврӯзиҳо, дар ҳар хел маросимҳо мо бо Муҳаммад Рафиқ танҳо Тоҷикистонро пешниҳод мекунем, интихоб мекунем. Дар бораи Тоҷикистон гап мезанем, дар бораи фарҳанг, таърих, расму оини тоҷикҳо. Markaziy Osiyo yoshlarini umumiy birlashtirib turadigan jihatlar qaysilar deb o'ylaysizlar? Umumiy, masalan, bu O'zbekiston, Tojikiston, Markaziy Osiyoni birlashtirib turayotgan bu menimcha hozircha eng avvalgi darajada sport turadi. Chunki har yil turli sportlar o'tkaziladi. Kurash, boks yoki boshqa yoki yugurish, marafon. Har xil sport to'garaklari o'tkaziladi. Men o'ylashimcha hozirgi vaqtda Markaziy Osiyoni yoshlarini birlashtirib turayotgan jarayon bu sportdir. Men shuni ko'proq tanlayman. Дар назари ман якум чиз ин фарҳанг, яъне фарҳанги ҳамаи давлатҳои Осиёи Миёна қариб якхеланд. Таърих ва зиндагонӣ дар муҳити зисти якхела, яъне ҳамаи навҷавонои Осиёи Марказӣ фикр мекунам мо ҳама дар як муҳити зист
зиндагӣ мекунем ва дуюм сабаб чӣ хеле Муҳаммад Рафиқ қайд карданд, варзиш, барое ки масалан президенти Федератсияи дзюдои мо муҳтарам Исмоил Муҳаммадзоир бо президенти Федератсияи дзюдои Ӯзбекистон Отабек Умаров хело мусобиқаҳои ҷорӣ, хело мусобиқаҳои шавқовар ҳархела ташкил мекунанд ва ҷавонҳои Тоҷикистон бо Ӯзбекистон, на танҳо Тоҷикистон Ӯзбекистон, балки дигар ҷавонҳои Осиёи Марказиро бо ҳам муттаҳид мекунад. O'zbekistonda bizda bitta maqol bor, ya'ni uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shning yaxshi deyishadi. Ya'ni bu hozirgi siyosiy jarayonlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, butun dunyo jabhasidagi jarayonlarga, so'nggi voqeliklarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak uyg'onish payti keldida qaysidir ma'noda. Xalqlar yana ham jipslashishi, bir-biri uchun tayanch bo'lishi, birgalashib turib dunyoga yuzlashishiga bir qanaqadir fursat ayni vaqti yetib keldida. Masalan, biz o'zbek va tojik xalqlari azaldan qardosh bo'lganmiz, azaldan do'st bo'lganmiz, lekin hozir ayni paytda yana ham birlashadigan qaysidir ma'noda payt yetib keldi. Aynan nima deb o'ylaysizlar? Qanday loyihalar amalga oshirilishi kerakki, demak xalqlarimiz o'rtasida do'stlik aloqalarini yana ham mustahkamlash uchun? Bir dunyoga nazar solsak, har davlatlar o'zaro kelishmovchilik sababi urush qilishmoqda. Bir xil davlatlar esa shu vaqtdan payt bo'ylab o'zaro kelishmoqda. Misol, hozirgi vaqtda Turkiya va Pokiston va yana bir davlat o'zlari ichida bir kelishuvga erishdiki, qaysi birida uchta davlatdan qaysi biriga bir davlat hujum qilsa, bu uchalasi bir-biriga harbiy yordam ko'rsatiladi, bir-biri yordam beriladi. Biz ham, men o'ylaymanki, bizga ham shu vaqt yetib keldi. Bu Osiyo davlat, O'rta Osiyo davlatlari biz barvaqtloq birgalashishimiz kerak edi. Chunki biz avvaldan O'rta Osiyo davlatlari bitta davlat bo'lib kelganmiz. Bu yaqin o'rtadagi biz bo'linib ketdik. Men o'ylaymanki, hozir vaqt keldi, yana qayta birlashishdi va bir kuch bo'lishdi. Boyagi savolga qaytganda yana aytamizki, yoshlar haqida. Hozirgi vaqtda biz yoshlar bu O'rta Osiyoni yo O'zbekiston yo Tojikistonga biz yoshlar hozir shu davlatni, shu millatni porloq kelajagimiz, xususan bizni prezidentimiz Peshvoyi millat muhtaram Emomali Rahmon har vaqt meguyanki, shmo javonon oyandayi millatin. Hada har yak baromadshon meguyanki, shmo javonon oyandayi millatin. Bu kelib chiqsak aytadilarki, siz yoshlar bu dunyoni, bu millatni kelajaksizlar. Shu uchun biz bu O'rta Osiyo davlatlari birlashsak juda yaxshi bo'lardi. Keling, kelajak haqida gaplashsak. Hozir masalan birinchi kursda tahsil olyapsizlar. Keyingi bosqichlarga qanaqa rejalar bor? Kelajak uchun qanaqa rejalar bor? 4-kursni bitirasizlar. Men hozirda o'z kelajagimni rejalashtirib qo'yganman. Xudo xohlab nasib shu Jahon va iqtisodiyot diplomatiya universitetini tugatib olsak va magistraturani o'qiymiz. Nasib magistraturani yo Angliya yoki Rossiyadagi MGU shu bir universitetlardan ikkalasidan bittasiga ta'lim olamiz va so'ngra men Tojikistonga qaytib kelib, o'zim vatanimga 2 yil yana Dastgohi Nazi prezident degan bir joyga ta'lim olmoqchiman. Menimcha adashmasam u 2 yil bo'ladi. 2 yil o'qish faoliyatini tugatganimdan so'ngra o'z kasbimni yetuk kadr bilaman. Niyatdorам ба Лондон ҳамчун магистр, 2 соли магистр хонам ва баъд аз хатми магистр ба Тоҷикистон баргашта 1 сол хизмат карданӣ ба ватан, барое ки ҳар як ҷавон уҳдадор аст ки бояд ба ватани худ хизмат кунад. Ҳам қарз ва ҳам фарз. Гуфти гапҳо қарз да. баъд аз хизмат ният дорам ба вазорати молия
yoki ba вазорати рушди ихтисос ҳамчун иқтисодчӣ, ekonomist. Muhammad Ali, Muhammad Rafiq, bugungi mazmunli suhbat uchun sizlarga tashakkur. O'ylaymizki, kelajakda yetuk diplomat, yetuk iqtisodchilar bo'lib yetishib, millatlarimiz, xalqlarimiz o'rtasida do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirishga o'z hissangizni qo'shishingizdan umidvormiz. Qadrli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, Muhammad Ali tojik tilida gapirdilar asosan, Muhammad Rafiq o'zbek tilini qaysidir ma'noda suv qilib ichgan ekanlar. Bu suhbat shuni ko'rsatadiki, o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi yaqinlik shunchaki tarixiy xotira emas, u bugun yoshlar orqali yashab rivojlanmoqda. Ta'lim maskanlarida shakllanayotgan bu muloqot va do'stlik esa kelajakda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning yanada mustahkam bo'lishiga xizmat qilishi shubhasiz. Salomat bo'ling.